yaxshi narxda olasizlar deb olib keldim. Bo'ldi opam, xudo xolasa yordamchi bo'lamiz. Ko'rsating, qaysi biri sotiladigan? Mana shu hammasi sotiladi. Hammasini sotmoqchisiz. Mana shular hammasini sotmoqchiman. Endi bir 585 probada ekan. Xo'p, 585, 585. Hammasi 585 probada keltiriladi ekan. Xo'p, narxi tushib ketgan xabaringiz bor ozgina opa. xabarim bor. Imkon qadar yuqoriroq narxda hali ham ushlab turibmiz, lekin narxlar ancha qaytib qolgan. O'sha narxlar qaytib qolgan. So'radim, surishtirdim. Endi sizlar yaxshi narxda olasizlar deb yana keldim. Xudo xolasa yordamchi bo'lamiz. Umid bilan. Xudo xolasa yordamchi bo'lamiz. Xayrli ish ekan. Va 126-184 gramm ekan. Hammasi 585 probada ekan opa. Bularni men sizga butun bo'lgan hisobiga hammasini 950 mingdan qilib bera olaman 1 grammini. Shunda 120 million 500 ming so'm bo'lar ekan. Baraka toping. To'g'ri keladimi opa? Mayli, bering. Tekshirmayman hech qaysi birini, hammasi zavoddan narsasi ekan. Xudo xolasa 120 million 500 ming so'm naqd men sizga beraman. Mayli. Opa bu yerda 120 million. Bu yerda 500 ming. 120 million 500 ming so'm. Barakasini bersan, yaxshilik xizmat qilsan. Men sanab oling bemalol. 12 ta, bu yerda 120 million. Mana paket. Ishingizni rivojini bersan, bizneslaringiz gullab ketsin. Agar xizmatli bo'lsa, to'xtamiz. Xudo xolasa keyingi safar faqat tilla sotib olishga keling. Xudo xolasa, inshaalloh. Xo'p. Rahmat sizlarga, baraka barakasini bersin. Sizga ham opa, salomat bo'ling. Mayli, yaxshiliklar, charchamanglar. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.